Afsuski, taniqli xonanda Farruh Zokirov haqida shoshilinch xabar tarqaldi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Botir va Farruh Zokirov mashhur aka-uka san'atkorlar bo'lib, san'atkorlar oilasida tug'ilgan. Otasi opera xonandasi Karim Zokirov, onasi musiqachi Shohista Saidova edi. Botir Zokirov o'zbek estrada san'atining asoschisi, ko'p tillarda kuylagan va xalqaro sahnalarda tanilgan xonanda edi. Xonanda Parijdagi mashhur Olimpiya sahnasida chiqish qilgan ilk o'zbek san'atkoridir. U 48 yoshda saratondan vafot etgan. Milliy estrada san'at instituti va estrada simfonik orkestri Botir Zokirov nomi bilan ataladi. Toshkentda haykal o'rnatilgan. Farruh Zokirov yalla ansamblining rahbari, taniqli bastakor va estrada xonandasi bo'lib, ko'plab davlatlarning xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. U buyuk xizmatlari uchun va el-yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan. Aka-ukalar o'zbek san'atini boshqa millat vakillariga ham tanitgan ijodkorlardir, deyiladi xabarda. Shularni yemirilib oxir o'pkasiga, yuragiga o'tadigan, o'pka bilan yuragan shulardan iborat bo'lgani uchun o'pkasi qisqarib ketib, oxir nafasim ololmaydigan bo'lib davosi borligi uchun juda qimmat bo'lgani uchun men xalqimizdan yordam so'rashga majburman. Insonni hayotini oldida topiladigan narsa biz hamma yog'imizni sotsak ham buncha pul chiqmaydi.